Pokiston Islom Respublikasi. Islomobod shahri poytaxt va poytaxt tog'lar bilan o'ralgan ekan, vodiy. Va poytaxtliklar dam olish uchun xuddi Chorvoqqa o'xshab mana shunaqangi joylari bor ekan o'zlarini. Suvlar, hamma dam olish uchun kema, hamma sharoit qilingan ekan. Tog'da menga bugun yotib qolish uchun mehmonxonaga olib kelishdi. Mehmonxonani obzor qilgim keldi. Ko'rsatib beraman, qarang. Ikki xil variant berishdi, qaysi birida yotasiz deb. Mana bu tepadagi kichkina xonasi ekan, besitka bu yerda choy ichib, shahar tomosha qilib turasiz ularni. Kech payti kunduzi mana bu joyda yotoqxona. Bu bolalar uchun deyapti. Bu yerda bolalaringiz oilaviy joy. Bolalar shu yerda yotadi deyapti. Ikkita yotoq va konditsioner. Mana shu temir budkadan qilib qo'yishdi. Pastda ko'rsataman, qarang. Ikkita alohida xona ko'rsataman. O'tirib olib, joylashib o'tiring, ko'rasiz. Juda chiroyli qilishibdi. Oddiy qarang. Narxi ham arzon emas. Thank you. Assalomu alaykum. Bu yerda xotin turar ekan. Bu yerda sanusi bor, mashalloh. Qarang. Zo'r sharoit qilishdi. Spalnida qarang. Yer xotin bu yerda yotar ekan. Tepada bolalaringiz. Bolalar qo'l solib shu olasini aytib yotaveradi kichkinaroq bo'lsa. Karavati ham bosh tegib qolar ekan. Tepaga chiqar ekansiz, yotar ekansiz. Va yana bitta mehmonxonasi bor ekan. Menga narigisi yoqdi. Pastga tushamiz, toshni ichida ekan. Nomini Mabali deb qo'yishar ekan. Yo'lakchalarni qarang. Oddiy qumdan loyishvoq. Mana shu xonalar va yana bir zo'r xona yoqdi. Qaysi birini tanlaymiz? Ko'ringlarchi. Oddiy joy-daraja. Tog'larda o'yib shu burchaklariga qurib tashlashdi. Oddiy mana xonaga kiryapman. Kirishingiz bilan mana shunaqangi xarsang toshlar, patolog. Qarang. Assalomu alaykum. Asbali. Mashalloh, qaysi birda yotamiz? Bitta qarang. Where is Sanuzel? Yes, sir. Sanuzel. Nima deydi buni? Iyaga? Nima aytib bo'lsa kerak. Bo'ldi, topdim. Mana. Shu dush ekan. Qani dush? Mana bu ekan dush. Toshlarni ichiga qilganini qarang. Voy mashalloh. Qoyil. Buni narxi tepadagisi oilaviysi $60 ekan. Bu $100 atrofida chiqyapti. Nima deysizlar, qaysi birda qolamiz? Bugun qaysi birda yotamiz? Yoqdan kirib, yoqdan chiqar ekansiz. Yoqda nima bor? Mashalloh. Bu yerda mana tomosha qilib o'tirar ekansiz, yerdan chiqib olib. Endi o'zim chiqib olib o'tirar ekanman-da. Toshlar ichida qo'rqamikinman kech payti. Nima deysizlar, qaysi birini tanlaysiz? Men tanladim. Nomini Mabali deb qo'yishar ekan. Yo'lakchalarni qarang. Oddiy qumdan loyishvoq. Mana shu xonalar va yana bir zo'r xona yoqdi. Qaysi birini tanlaymiz? Ko'ringlarchi. Oddiy joy-daraja. Tog'larda o'yib shu burchaklariga qurib tashlashdi. Oddiy mana xonaga kiryapman. Kirishingiz bilan mana shunaqangi xarsang toshlar, patolog. Qarang. Assalomu alaykum. Asbali. Mashalloh, qaysi birda yotamiz? Bitta qarang. Where is Sanuzel? Yes, sir. Sanuzel. Nima deydi buni? Iyaga? Nima aytib bo'lsa kerak. Bo'ldi, topdim. Mana. Shu dush ekan. Qani dush? Mana bu ekan dush. Toshlarni ichiga qilganini qarang. Voy mashalloh. Qoyil.
Buni narxi tepadagisi oilaviysi $60 ekan. Bu $100 atrofida chiqyapti. Nima deysizlar, qaysi birda qolamiz? Bugun qaysi birda yotamiz? Ha, yoqdan kirib, yoqdan chiqar ekansiz. Yoqda nima bor? Ha, mashallah. Bu yerda mana tomosha qilib o'tirar ekansiz, yerdan chiqib olib. Men endi o'zim chiqib olib o'tirar ekanman-da. Toshlar ichida qo'rqamikinman kech payt. Nima deysizlar, qaysi birini tanlaysiz? Men tanladim.